Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Mana bugun bizni yana bir mijozimiz xonadon xarid qildilar. Assalomu alaykum aka, o'zingizni tanishtirsangiz. Rustam Eshmirzayev. Akajon, bu siz necha xonali xonadon xarid Ikki qildingiz xonali. bizdan? Albatta. Sizga ma'qul keldimi bizda xonadonlarimiz? Ma'qul. Avvaldan bilardim, ma'qul. Aha. Boshlang'ich to'lov qancha to'ladingiz, sir bo'lmasa? Boshlang'ich to'lov 49 million. Aha. Aka, sizga bu boshlang'ich to'lovingizga qarab chiroyli skidkalar qilib berishdimi? Berishdi. Yaxshi. Ko'nglim to'ldi, yaxshi. Aynan bizni nima uchun bizni tanladingiz? Bizni Men ya'ni avvaldan Orifon bilardim loyihamizni. yaxshiligini, ishonchligini. O'zimiz chiroqchidan ham ba'zi bir yigitlar olib ishonchli bo'lgani uchun shu yerga kelib, shu yerdan dam oldik. Akamiz Qashqadaryodan, ya'ni Chiroqchi tumanidan kelib, bizdan ya'ni uzoq boshqa viloyatdan kelib, ya'ni Samarqand shahridan uy xarid qilyaptilar. Ya'ni ishonchliligini aytib o'tmoqdalar va nimasini ma'qul keldi deganimizda ishonchliligi bilganim uchun deb javob beryaptilar. Boshqa qarindoshlaringizga yoki tanishlaringizga ham Qashqadaryodan tavsiya qilib qolasizmi bizni? Ham albatta tavsiya qilamiz. Xursandmiz. Tabriklaymiz aka, davomli Rahmat. bo'lsin. Yana ham Xursand bizda mijozimiz bo'ldim. bo'ling, yana ham uy olishda davom eting bizdan. Rahmat, mayli. Tabriklar. Xo'p, rahmat. Baraka top.